Ondan keyin o'tiribdi shogirdimiz To'lqinbek. Bu kishi hozir buni chalib o'tirgani bilan bu yaxshi hofiz, yaxshi ashulachi. Ham shu aytadigan so'zini ma'nosini tushunib, mag'zini chaqib, navdiyatir shoir. Ammo muzika bilan dangalashingchi, nechik so'zga, nechik muzika qo'yish kerak, boshqa qilish kerak. Bu muzikalniy tomonlama, boshqa tomonlama hammasini tahrir qilib biladigan yigit. Endi o'zining yonida maqtayardik, lekin bu maqtovlar biladigan yigit emas. Agar Xudo yo'ldan urmasa, yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa, yaxshi bo'ladi. Sizlarga ko'p xizmat qiladigan yigitlar mana shu To'lqinbeklar.